Bu hech narsa emas. Hop yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turib bordi. Ya'ni tark etmoqda 10 kishi bo'lib qoldik. Bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti Ismoilov, bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti Islom Ismoilov. O'zing u yog'iga javob berib, ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hechqisi yo'q. Ha, Nurbek. Raqibning imkoniyat. Jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari edi. Nima bu do'stlar? So'nggi umid goli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Bu Saymurodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Aziz to'rt burchak chizadi. Hali ham penalti. Ragimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi. O'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Gol!